alaykum do'stlar. Mana Yangiobod baraxo'rkasiga yana keldim. Xudo xolasa Sovetskiy masjidi nima bo'lsa, sinman qilib narxlarigacha aytib o'tamiz. Like bosib, podpiska qilib qo'ysalaring, kerakli manfaatli videolar ko'rib borasizlar. Сколько стоит вот это? 110. $110 deyapti. Sovetskiyda bu endi. 100 mingga bersa kerak. Ama yaxshi ishlab qo'yibdi. Qo'yibdi. Mana bunaqa. Yerda yumshatikkanmi endi, nima bo'lsa ham bu ham Sovetskiyga. Kattasi ham bor. Bu necha pul bu? Bu ham 160. 200 dollar xola, bilmasdan. Narx aytib keyin tushib berar ekanda. Hammasi Sovetskiy ekanda bular. Mana kirkilar 160. Mana ko'pchilik so'ragan panshaxalar 3 tomtoq kashga kovlagani. Sabzi kovlagani. 3 to'molog'ida. Bu panshaxalar necha pul ekan? 112. Mana bunaqasi bor ekan keyin. Xonalar. Ular 160 bo'lsa kerak. O'roqlar. Xullas, kelaverasizlar. Rossiyskiy apparatlar. 100 ming deyapti. Ya, Sovet kattasidan ekan. Rasmga olib tashlaymi? Tenglar. Hozir tashlayman. Bo'ldi. Rossiyskiy bo'lganlar. Qimmat ekan bu. 1 million. 1 million dedim shunaqa. Это не мое, 450 Уровень почем? Уровень. Сколько? Это 1 200 000. 1 million 200 ming. Отошел хозяин, не знаю. Elli ming ekan buni. Mana kelilar. Это Торью. 400 ming. Тот бөлüşe girmem. Kichkinasi 120. Надо. Buni yangisi chiqibdi unaqa. Это 300. Казанализатор. Это не современный российский. Сколько стоит вот это? Это казан? 4 миллиона у него. 4 миллиона. Это вот сзади магазин, это его он выставил. Газоанализатор. Hali 4 million deyapti. Yangi korobkasi bilan ekan. Bu nech pul deyapti aka? Ana sochgan? 100 mingni beraman. Ha, yaxshi ekanda turishi. Советский хороший. 200 mingdan 400 ming holatiga qarab 500 ming shunaqa. Mana 1 million 200 ming bo'lgan Sovetskiy. Mana 800 ming ekan. Состояние великолепное. Qimmat ekan endi Sovetskiy bular qimmatdan. Mana apparatlar, payatnik apparatlar. Паятник почем вот это синий? Синий какой? А, это 500 у него. 500 ming ekan. Mana akalar, boltalarda zo'rlari Yangiobod eski bozoridan
Mana bu Pachimlik zavodniki ekan, pechetlari ham bor. Ovozidan ma'lum. Metali ham ular turibman, ulangan joyi yo'q. Narxi qancha desa aka narx? 1.200.000 deyapti. Kattaligi endi mana bir qarishdan katta. Bu degani 23-24 sm. Kichkinalari bor ekan. 100 mingdan ekan. Ayol kishi so'raganda har doim arzon qilinmay 280 ming so'raganda. Shu arzonmi? Mana bular ham 100 mingdan ekan. Savetni boqtasizmi? Sizga 280 ming deyapti. Lekin mana uni ko'rdim men yerda 500 ming dedi. Kelishib beraman. 500 ming dedi mana shu boltani. 1981 ekan, ishlanmagan ekan, pashti yangi ekan. 400 ming deyapti. Pechetlar. Buni 400 ming deyapti. Buni ham narxi kelishib beriladi. Buni nimalar? Traktordik ekan, shundan qilingan ekan. Shu o'tin bo'lishga. Malatoklar. Abag'is. G'ishcha akalarga rossiyskilardan. Nech pul bular? G'ish bo'lgani zo'rda bular. 70 ming. 70 ming. 70 ming. Bu 200 ming, 100 ming. 100 ming. Bu juda kattaroq ekan. Qo'lgacha ne udobno. Mashinasi yaxshi ekan o'zi. Kisochka. Bu ham rossiyskiy ekan, a? Hammasi rossiy. Bular nech pul? 25 ta. Bu hali pichoq o'tkilayotganmi qassoblarga? Nech pul bu? 150 ming. Qassoblarga. 150 ming. Taqqichichi. Qancha bo'lmaydi? Ha, bu Xitoy ekan bu bo'lsa, bilinib turibdi. Kisochka. 50 ming. 50 ming ekan. Xullas, Qaysi biri? Bu 20 ming beradi. Matapullar zo'r ekan makinikini. Kimga kerak bo'lsa aytaverasizlar. Dastavka qilib beraveramiz.